Sabzini o'rni tabobatda katta. Xalq tabobatida yovvoyi va ekiladigan sabzining ildizlari va urug'lari dori tariqasida ishlatiladi. O'tkir surunkali gepatitlar, sariq kasalligi, shapko'rlik mahalida, zarda qaynagan qabziyat bo'lgan paytlar, bavosilda, gastritlar, me'da yara kasalligida qirilgan sabzi buyuriladi. Badan terisi yorilganida va husnbuzar toshganida sabzi suvini tuxum sarig'i yoki asalga aralashtirib 1:1 nisbatda surtiladi. Buyrak tosh kasalligi, qabziyat mahallarida va qorin dam bo'lib turganida sabzi urug'idan foydalaniladi. Sabzi barglarining suvi go'sht, diatez va neyrodermitda, ildiz mevasining suvi esa xavfli o'smalarda davo qilish uchun ishlatiladi. Yovvoyi sabzi urug'larini O'rta Osiyo xalq tabobatida siydik va el haydaydigan vosita tariqasida, isteriyada, badanga shish kelgan mahallarida va siydik tosh kasalliklarida, Xitoy tabobatida esa surunkali ich burug'ida ishlatiladi. Ibn Sino sabzi urug'i va barglarini yaralarni tezroq bitiradigan va siydik haydaydigan dori sifatida ishlatgan. Ildiz mevalarini esa pleurin, surunkali yo'tal, ichak og'riqlari va badanga shish kelganida buyurgan. Sabzi shilimshiq safrolarni suyultirib, ichki organlarni bitib qolgan joylarini ochadi va me'dani baquvvat qiladi.